Oramizda menimcha sun'iy intellektdan foydalanmaydigan odam yo'q bo'lsa kerak a. Qani qo'limizni ko'taramiz. Kim sun'iy intellektdan foydalanadi? Ko'taramiz. Foydalanadiganlar. Xo'p, pulligidan foydalanadiganlar. Qo'limizni ko'taramiz. Agentlardan foydalanadiganlar, sun'iy intellekt agentlaridan. Ha? Kamayib ketdi уже. Lekin sun'iy intellekt shu yo'nalishga qarab ketyapti. Ya'ni sun'iy intellekt hozir qaysi bosqichda deydigan bo'lsak, xuddi mana kompyuterlar haqida gapirishdi, kompyuterlarning tarixi, turli bosqichlardan o'tgani, sun'iy intellekt ham hozir shunaqangi bosqichlardan o'tib, oldin u oddiy bitta kichkina bitta qanaqadir vazifani bajaradigan, aniqroq katta bir model bo'lgan, uni hech kim bilmagan sun'iy intellekt bo'lganini u davrlarda biz bilganimiz shaxsiy sun'iy intellektlar paydo bo'lgandan keyingina biz omma sun'iy intellekt bilan tanishdik. Va bu ChatGPT davri bo'ldi. To'g'rimi? 4 yil oldin ChatGPT paydo bo'ldi. Wow, sun'iy intellekt bor ekan degan narsani biz shunda bildik. Aslida mana undan oldingi ma'ruzachining slaydlarida ko'rdinglar, sun'iy intellektning tarixi juda ham uzoq edi. Chatbotlar paydo bo'lgandan keyin biz undan foydalanishni boshladik va afsuski juda ko'p odamlar bugungi kunda mana shu bosqichda qolib ketgan. Va sun'iy intellekt deganda shuni tushunishyapti. Ya'ni sun'iy intellekt nima desa, ChatGPT da ochib prompt yozishni tushunishyapti xolos. Aslida sun'iy intellekt undan keyin juda ko'p bosqichlardan o'tdi va bugungi kunga kelib agentlar ko'rinishiga qarab yuryapti. Xo'p, 2022-yilda shaxsiy o'sha birinchi ChatGPT paydo bo'lganida biz undan oddiy chatbot ko'rinishda savol berardik, javob olardik, bo'ldi. Cheklangan imkoniyatlari bor edi. Keyin Copilot rejimiga o'tishni boshladi. Copilot degani biz bilan birga ishlashni boshladi. Biz nimadir vazifa bajaramiz, yonimizda sun'iy intellekt bor, unga nimadir qo'shimcha vazifa berib qo'yamiz, undan natija olamiz, davom ettiramiz va hokazo. Ya'ni bizning yordamchimizga aylandi. Mana bugungi kundagi eng katta o'zgarish bu agentlar. Agentlar nima deydigan bo'lsak, endi sun'iy intellekt mustaqil o'zi vazifa bajara oladi. Biz unga bitta vazifani beramiz, ketadi sun'iy intellekt bir nechta bosqichlardan o'zi turli xil vositalarga ulangan, pochtani tekshirish kerak bo'lsa Gmail ga boradi, kimdadir misol uchun Google Drive bo'lsa fayllarini tekshirib kela oladi va hokazo. Sizda qanaqangi qo'shimcha, masalan, Telegramingiz bo'lsa, Telegramingizdagi xabarlarni ham mana kuni 2 kun bo'ldi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, Telegramda bitta yangi funksiya qo'shildi. Kim Telegramni kuzatib boradi yangiliklarni? Sun'iy intellekt bo'yicha juda ko'p funksiyalar qo'shildi va bulardan bittasi endi sizni sun'iy intellektda o'zingizni shaxsiy sun'iy intellekt agentingiz bo'lishi mumkin va u sizning nomingizdan shaxsiy xabarlarga javob bera oladi. Siz o'zingiz tanlaysiz, qaysi shaxsiy xabarlarga sun'iy intellekt javob bersin va sizning nomingizdan yozadi. Xuddi sizdagi yozadi. Aytasiz, misol uchun mana palonchi haligi bir nima deydi? Doim asabizm o'ynaydigan odamlar bo'lsa, spam akkauntlar bo'lsa, bularga deysiz sun'iy intellekt sen javob beraver deysiz, o'zi javob berib boradi. Ya'ni Telegramda ham hozir bemalol sun'iy intellekt agentlaridan foydalanish imkoniyati bo'ldi. Lekin bu agentlar nimani hisobiga ishlaydi? Nimani hisobiga bunaqangi mustaqillikka erishdi deydigan bo'lsak, biz sun'iy intellektga borgan sari ko'proq narsalarni ishonib topshiryapmiz. Ya'ni oldin biz chatbotda ishlaganimizda biz chatbotga prompt nima yozgan bo'lsak, faqat shuni bilardi. Agentlarga esa biz qo'shimcha vositalarni ulab beryapmiz. O'zimiz ulab beryapmiz. Telefonimizga ulab beryapmiz. Kimdir email ishlatsa, emailga ulab beradi. Qandaydir dokumentlar bo'lsa, dokumentlarga ulab qo'yadi. Agent o'zi o'sha dokumentlarni o'qib, ichidan sizga nimadir javoblar berishi mumkin yoki boshqa odamlarga nimadir javob berishi mumkin. Ya'ni agentlarga biz ko'proq erkinlik beryapmiz. Va tabiiyki, bizning oldimizda juda katta muammo paydo bo'lyapti. Bu xavfsizlik muammosi. Biz agentlarga qanchalik ishonishimiz mumkin va ertaga bu ma'lumotlar qayerlarga ketadi? Chunki shaxsiy foydalanadigan agentlarimiz bor. Tashkilot uchun, korxonalar uchun, davlat tashkiloti uchun agentlar bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Biz ularga nima ma'lumotlarni beryapmiz va bu ma'lumotlar qayerga ketyapti, qayerga sizdirilyapti? Mana shu jarayonlar juda ham muhim. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, statistika bo'yicha 15% xodimlar sun'iy intellektdan foydalanganda turli xil maxfiy ma'lumotlarni berishadi. Ya'ni bu tadqiqotlar asosida aniqlangan. ChatGPT dan foydalanadi, kimdir Gemini dan foydalanadi, kimdir Claude dan foydalanadi va foydalanish jarayonida unga turli xil maxfiy shaxsiy ma'lumotlarni berishadi. Bu tasdiqlangan statistika. Va bu sizib chiqqan ma'lumotlarning 25% bu shaxsiy ma'lumotlar. Shifokor bo'lsa, o'zini nima deydi, kasallarning ma'lumotlarini berib yuborgan. Yurist bo'lsa, ChatGPT dan foydalanganda klientlarning ma'lumotlarini berib yuborgan. Davlat tashkilotida ishlaydigan xodim davlat tashkilotidagi shaxsiy yoki ichki korporativ ma'lumotlarni ChatGPT ga berib o'qittirgan yoki nimadir savol so'ragan shu asosida. Bular to'g'rimi, noto'g'rimi? Ma'lumotlarning har xil bor, to'g'rimi? Mana bizda qonunchilikka bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarni berish mumkin emas. Qonunga xilof bo'ladi. Ayniqsa siz davlat tashkiloti bo'lsangiz, xususiy kompaniya bo'lsangiz, mijozlarning ma'lumotlarini olib turib,
chet eldagi sun'iy serverlarga berib, ularni обработка qilish qonunan mumkin emas. Demak, mana ko'rib turibsiz, undan tashqari turli xil moliyaviy ma'lumotlar ketib qoladi va tashkilotlarda ham ma'lumotlar turli bo'lishi mumkin. Konfidensial ma'lumotlar bor, sekret, ya'ni maxfiy ma'lumotlar bor va hokazo. Bularni umuman mutlaqo berish mumkin emas sun'iy. Eng katta keyslardan biri shov-shuv bo'lgan 2023-yilda Samsung kompaniyasi, demak, audit jarayonida nima topishgan? Samsung bilasizlar, masalan, Apple kompaniyasi ham, Samsung kompaniyasi ham o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni juda qattiq sir saqlaydi. To o'sha mahsulot chiqmaguncha hech kim bilmasligi kerak bu mahsulot haqida. Vaholanki Samsungda ishlaydigan injenerlar nima qilishgan? Kodni, ya'ni yangi ishlab chiqarayotgan bir mahsulotning kodini ChatGPTga o'qitishgan. Ketgan, sizib chiqib ketib qolgan kod. Yana bitta xodim audio, ya'ni qanaqadir yopiq uchrashuv bo'lgan, shu uchrashuvni yozib olib, sun'iy yordamida обработка qilgan. Bu chiqib ketib qolgan, bu bilib qolishgan va shundan keyin Samsung demak bunga qarshi va buning orqasidan bir nechta katta kompaniyalar choralar ko'rishni boshlashdi. Demak, ichkarida sun'iy foydalanishni taqiqlashdi, o'zlarining yechimlarini ustida ishlashni boshlashdi, chunki bu haqiqatan ham juda katta muammo. Va umuman olganda 80% kompaniyalar o'zining xodimlari qaysi sun'iy foydalanayotganini bilishmaydi. Bilishmaydi. Mana shu yerda agar kompaniya rahbarlari bo'lsa, qaysi tur kompaniyalar pul tikib o'zining xodimlariga sun'iy yechimlar olib bergan. Ko'pchilik olib bermagan va xodimlari qanaqa sun'iy foydalanadi, qanday qilib foydalanadi, qaysi yo'lda foydalanadi mutlaqo ma'lumotga ega emas. Va afsuski, agar siz aynan kompaniya uchun mo'ljallangan sun'iy tariflardan foydalanmasangiz, sun'iy ham sizga aytmaydi xodimlaringiz nima uchun foydalanayotganini. Ya'ni siz korporativ tarifda bo'lsangiz, balki bilishingiz mumkindir xodimlaringiz qanchalik foydalanishini. U ham hammasida emas, lekin umuman olganda xodimlar sun'iylikni nima uchun foydalanayotganini bilib bo'lmaydi. Va bu ingliz tilida o'sha shadow AI deyiladi, ya'ni soyadagi sun'iy intellekt. Uni kompaniya rahbarlari bilishmaydi, xodimlari ulardan foydalanayotganini. Va ko'pincha xodimlarning o'zi ham bilmasligi mumkin sun'iy intellektdan foydalanishini. Chunki hozirgi kunda sun'iy shunchalik integratsiya bo'lib ketdiki, masalan, oddiy imloviy xatolarni tekshirib beradigan sun'iy bor. Brauzerda u oddiy plugin bo'lishi mumkin. U plugin nima qiladi? Siz yozayotgan matningizni har bittasini o'qib o'tiradi. O'qib sizning imloviy xatolaringizni to'g'rilab o'tiradi. Lekin shu jarayonda u mana shu sizning matningizni o'zini serveriga jo'natib, u yerda model asosida xatolarni tekshirib, yana qaytarib sizga xatolaringizni to'g'rilab ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Siz uni bilmasligingiz ham mumkin. Ya'ni shunaqa sun'iyliklar bor. Orqa fonda ishlab turadi. Orqa fonda ishlab, sizga yordam beradi. Siz ko'rasiz, uning foydasini ko'rasiz. Lekin sun'iy intellektdan foydalanayotganingizni bilmaysiz va mana shu jarayonda sizni yozayotgan matningiz yoki sizni olgan skrinshotingiz bo'lishi mumkin, rasmlaringiz bo'lishi mumkin, serverlarga ketayotganini bilmasligingiz ham mumkin. Va bu mobil ilovalar ham juda ko'p uchraydi. Oddiy misol, mana kechga men uchun yangilik bo'ldi. Hech o'ylab ko'rganmisizlar? iPhone'da bitta odam bilan gaplashyapsiz. Tasavvur qiling, video call qildingiz. Telegramda video call bor, boshqa odam bilan gaplashyapsiz-da va mana shu video callni skrinshot qilmoqchisiz. Mana shu jarayon qanaqa ishlaydi bilasizlarmi? Men tushunmaslar, yangilik bo'ldi. Skrinshot olganingizda sizni kamerangiz skrinshot olmas ekan. Sizni kamerangiz narigi odamning telefoniga buyruq yuborar ekan, u odamni kamerasi u odamni tiniq qilib rasmga olib sizga qaytarib jo'natar ekanda. Shunda siz o'yladingizki, skrinshot oldim, mana shu qurilmani o'zida qoldi ham ma'lumotlar deb o'yladingiz. Vaholanki bu borib bitta dunyoni bir marta aylanib, Apple serverlaridan o'tib va u yerdan rasm sizga qaytib keldi. Oddiy jarayon, orqasida nima bo'layotganini biz bilmaymiz. Skrinshot oldik deb o'yladik biz xolos. Aslida bu bir nechta serverlardan aylanib, mana shu rasm bizgacha qaytib keldi. To'g'rimi? Siz bu egasidan rasmga olishni so'raganmidingiz yoki yo'qmi? Xudo biladi. Ya'ni shunaqa holatlar borki, sun'iy intellektdan hattoki foydalanayotganimizni ham o'zimiz bilmasligimiz mumkin. Orqa fonda ishlab turadi, matnlarni o'qiydi va hokazo. Va bularning orqasidan turli xil tahdidlar, turli xil kiber muammolar kelib chiqadi. Mana bu yerda 3 ta eng katta sun'iy intellekt foydalanishdagi muammolar, misol uchun prompt injection. Ya'ni siz sun'iy intellekt misol uchun shunaqa bo'ladi, korxonaning o'zining sun'iy intellekti. Bo'ldi, tashqariga chiqarilmagan, yopiq deyishingiz mumkin, lekin uni prompt injection yordamida o'zi xohlamagan yoki unda do'sti bo'lmagan ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali olish imkoniyati. Ikkinchisi, shaxsiy ma'lumotlarni sizib chiqishi. Ya'ni sun'iy intellektga siz shaxsiy ma'lumotlarni berasiz va boshqa safar boshqa odam mana shu sun'iy intellektdan foydalanganda misol tariqasida sizni shaxsiy ma'lumotlaringizni berib yuborish mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Ya'ni boshqa kompaniyaning kodi boshqa kompaniyani dasturining ichida chiqib keladi. Chunki kodni bular berib yuborgan va sun'iy intellekt kod generatsiya qilish jarayonida bu yerdagi narsalar chiqib keladi. Va buni ChatGPTning birinchi versiyasida men o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. O'sha payt men o'zbek tilidagi Python kitobim chiqqan edi
Va bu kitobning ichida men juda ham o'zbekcha misollar ishlatganman-da, kod yozishda, koddagi misollarda, misol uchun Ahad Qayum degan tekstim bo'lgan. Python kodini ichida va ChatGPT dan odamlar o'zbek tilida Python bo'yicha savollar so'raganda meni kodlarim chiqib kelgan. O'sha men ishlatgan o'zgaruvchilar, men ishlatgan maxsus o'sha terminlar hammasi chiqib kelganda, chunki o'zbek tilida Python bo'yicha ma'lumot kam bo'lgan, shunchalik o'sha asosida o'qigan, o'rgangan va shu ma'lumotlarni beravergan. Hozir to'g'ri ma'lumotlar ko'p, lekin bu narsa hech kim sizni garantiya bermaydi, siz ma'lumotlaringiz boshqa odamda chiqib kelishidan va bu narsa yaqinda ham bo'ldi. Bir nechta odamlarni patsientlarning shaxsiy ma'lumotlari boshqa odamning interfeysida chiqib kelgan. Yechimlar. Bu endi ko'proq mana korxonalar uchun yechim bu albatta o'rtada bitta gateway bo'lish kerak. Ya'ni bitta o'rtada server turadimi, boshqa qanaqa ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar gateway bo'ladi va sun'iy ya'ni xodimlar sun'iy intellektdan foydalanganda, agentlar foydalanganda yoki turli xil o'sha sun'iy intellekt boya aytdik, brauzerdagi pluginlar bo'lishi mumkin. Mana shular hammasi o'rtada gateway orqali o'tadi. Va bu gatewayda demak, mana shu kirib kelayotgan ma'lumotlar hammasi tahlil qilinadi. Buning ichida shaxsiy ma'lumotlar bormi yoki yo'qmi, maxfiy ma'lumotlar bormi yo'qmi, har xil haligi korporativ ma'lumotlar bormi yo'qmi tekshirilib yoki o'chirib tashlanadi yoki o'tkazilmaydi. Demak, o'rtada bitta yechim bo'lishi kerak. Mana shu gatewaydan o'tgandan keyingina ma'lumotlar o'sha sun'iy intellektga onlayndagi sun'iy intellektga yetkazilishi mumkin. Ikkinchisi mana hozir chiqayapti. OpenAI yaqinda bir oy ham bo'lmadi e'lon qildi. Privacy filter degan narsa. Bu sizni kompyuteringizda qurilmangizda ishlaydigan kichkina dastur. Siz prompt yozganingizda sizni promptingiz mana shu dastur orqali o'tadi. Va bu dastur sizni promptingizdan shaxsiy ma'lumotlarni olib tashlaydi. Bu lokal ishlaydigan model. Shaxsiy ma'lumotlarni olib tashlab turib, promptingizni sun'iy intellektga yuboradi. Sun'iy intellektdan javob qaytganida, agar bu javobning ichida, demak, shaxsiy ma'lumotlarni qaytarib qo'yish kerak bo'lsa, mana shu lokalni ishlab turgan model yana qaytarib shaxsiy ma'lumotlarni qo'yadi-da, sizga ma'lumotni to'g'ri chiqarib beradi. Tasavvur qiling, siz yuristsiz, qandaydir shartnomani siz sun'iy intellekt yordamida tekshirmoqchisiz. Lekin bu shartnomada turli xil, demak, maxfiy ma'lumotlar, shaxsiy ma'lumotlar bor. Shartnomaning summasi bo'lishi mumkin, taraflarning rekvizitlari bo'lishi mumkin va hokazo. Siz buni oldin mana shu OpenAI ni privacy filter orqali o'tkazasiz. U ichidagi hamma shaxsiy ma'lumotlarni olib qo'yadi, maskirovka qilib o'rniga boshqa narsa qo'yib turadi va tahlil qaytib kelgandan keyin sun'iy intellektdan o'rniga to'g'rilab qo'yadi. Bu bitta yechim. Ikkinchi yechim endi bu Microsoft yoki masalan OpenAI kompaniyasi bilan shartnoma tuzilganda odatda bu korporativ tariflar uchun, oddiy foydalanuvchilar uchun bu narsa yo'q. Korporativ tariflarda har doim aytadi, biz sizni ma'lumotlaringizdan foydalanmaymiz, model o'qitishga deydi. Mana shunday tariflardan foydalanish kerak. Ishonsangiz albatta. Xo'p. Eng yaxshi, eng xavfsiz yo'l va bugungi kunda juda ko'p davlat tashkilotlari bilan ishlaganimizda biz mana shu yo'ldan yuramiz. Bu lokal modellar. Ya'ni faqatgina mana shu tashkilotning o'zining serverida ishlaydi, tashqi dunyoga ulanmagan bo'ladi, internetga ulanmagan bo'ladi. Hamma ma'lumotlar mana shu lokal serverning o'zida demak, обработка bo'ladi va javoblar ham, yechimlar ham mana shu lokal serverda qoladi. Bu tabiiyki qimmat yechim, lekin eng xavfsiz yechimlardan biri. Undan tashqari qonunchilik tomonidan, ya'ni normativ hujjatlar tomonidan ham hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni biz himoya haqida gapirganimizda faqatgina texnik vositalarni to'g'rilab qo'yib, lekin odamlarni o'qitmasak, qonunchilik tomonidan hujjatlarni to'g'ri qilib qo'ymasak, bularning hammasi bir tiyin. Ya'ni masalan uchun mana Yevropada o'zini AI Act bor, GDPR bor, Hindistonda ham DPDP degan o'zini demak aktlari bor. Bular hammasi shaxsiy ma'lumotlarni va umuman internetdan foydalanishdagi kompaniyalar uchun bir nechta mana shunday to'siqlarni qo'yadi, shaxsiy ma'lumotlar sizib chiqishini oldini olish uchun. Demak, mana shunaqangi demak qonunlar bizda ham O'zbekistonda ham ishlab chiqilishi kerak, normativ hujjatlar bo'lishi kerak va tashkilotlar ichida ham o'zini sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha qonun qoidalari, tartiblari bo'lishi shart. Va xodimlarga bu narsa o'qitirish kerak, o'rgatilish kerak. Misol uchun Mohirevda biz mana bir oydan oshdi o'zimizni mana shu sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha ichki qo'llanmani ishlab chiqqanmiz. Va hamma xodimlarga bu narsa berilgan, taqdim etilgan, o'rgatilgan, tushuntirilgan va buning ichida hamma narsa bo'lishi kerak. Jazo choralari ham aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar siz mana shu tartibga amal qilmasangiz, sizga nima bo'ladi? Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, 5 ta asosiy xulosa. Birinchisi, demak, foydalanganda bepul akkauntlardan foydalanmanglar. Bepul akkauntlar hech qanaqasi sizni himoyalamaydi. Pullik akkauntlar ham shaxsiylari himoyalamaydi. Masalan, OpenAI ChatGPT $20 sizning ma'lumotlaringiz baribir o'qiydi. Korporativ ma'lumotlar, korporativ tariflar bor.
korporativ tariflarda $5 qimmatroq, lekin ataylab qo'shib qo'ygan bo'ladi. Sizning ma'lumotlaringizdan foydalanmaymiz degan joy bo'ladi. Undan tashqari barcha xodimlarga demak sun'iy haqida, undan to'g'ri foydalanish haqida treninglar o'tilishi shart. Demak, ular ham mana shu ma'lumotlarni sizib chiqarmaslik haqida, bular haqida demak tushunchaga ega bo'lish kerak. Lokal modellarga sarmoya kiritish kerak. Bu tashkilot miqyosida bo'lishi mumkin va davlat miqyosida ham bo'lishi mumkin. Albatta davlat miqyosida davlatning o'zining sun'iy modeli bo'lishi shart. Va undan tashqari turli xil filtrlar, boya aytganimizdek turli xil gatewaylar ham qo'yilishi kerak. Mabodo tepadagilar ishlamagan holatda, xodimlar undan to'g'ri foydalanmagan holatda ham sizda o'rtada mexanizm bo'lsin, mana shunday ma'lumotlar sizib chiqmasligi uchun. Va albatta doimiy demak audit. Xodimlar sun'iy qanday foydalanyapti? Ayniqsa lokal LLM dan foydalanganda bu juda haligi mumkin bo'lgan narsalardan biri. Bizda shu narsa bor. Bizda lokal o'zimizda LLMimiz bor, o'zimizning serverlarimiz bor va biz promptlarni kuzatamiz. Xodimlarimiz qanaqa prompt yozayotganini kuzatamiz. Bu bizga ikkita narsani beradi. Birinchisi yuqoridagi xavfsizlik masalasi bo'lsa, ikkinchisi biz xodimlarni sun'iy to'g'ri foydalanishga o'rgatamiz va noto'g'ri foydalanganda biz ularga tanbeh beramiz. Sen noto'g'ri prompt yozibsan, bunaqa ishlatma, bunaqa foydalanma, resurslarni bekor ketkazyapsan deb tanbeh bera olamiz. Qisqacha shu, e'tiboringiz uchun rahmat.